hujumga! Sasyono Jolbon qabilalari bilan janubga ko'chib kelgach, Biryu Michixolga, Onyo Xanambirga joylashadi. Keyinchalik Onyo butun Jolbon qabilalarini birlashtirib, onasi Sasyono yordamida Bayevche qirolligini barpo etadi. Daisoning Jumonga bo'lgan husumati ko'p yillar davom etadi. Oxir-oqibat Daisoni Jumongning nabirasi Gogoryo qiroli Daimushin o'ldiradi. Daisoning o'limidan so'ng Bueyo butunlay tarix zarvaraqlaridan yo'q bo'lib ketadi. Qirolicha Sasyono ketganidan so'ng qirol Jumong o'zga hududlarni qo'lga kiritish uchun ko'plab urushlar olib boradi va Gogoryoga ulkan shon-shuhrat olib keladi. Taxtni o'z o'g'liga Uriga topshirgach, 40 yildan so'ng Jumong olamdan o'tadi.